Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Fenzo do'stlar. Bugungi videomizda mana ekraningizda ko'rib turgan mana shunday zangor bo'lib qolgandi do'stlar. Shu zangorini yashil joyini yo'q qilishni o'rganamiz. Mana bunday chiqdi. Mana shunday yo'q qilishni o'rganamiz do'stlar. Undan oldin sizlar videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Albatta unda men boshladim. Birinchi o'rinda do'stlar sizlarga inshoot programmasi kerak bo'ladi. Va bunda mana do'stlar mana shu tanladim. Mana shuni ustiga do'stlar mana bunda o'zi bor. Mana shuni tanlayman. Mana obunani do'stlar mana qaranglar mana. Yonda yashil fon chiqib turibdi, to'g'rimi? Hop, endi mana shuni do'stlar yo'q qilish uchun mana shuni ustiga bosasizlar. Inshootga kirib, ovoz keyin bunga bunday qilasizlar. Bunga bosib va nima qilib mana shuni qilib yuborasizlar. Va bo'ldi endi. Endi ko'rsalaring. Mana do'stlar. Qalay chiqdi. Endi do'stlar. Videodan chiqib ketmay turinglar. Hop, endi do'stlar. Bunday qilamiz. Ga o'tib, bunga bosib. Va mana do'stlar, ochki xon tanlarim to'xtanglar, ko'ringlar do'stlar. Realchilar ko'rib qo'yinglar. Mana, qisqib yorasizlar o'sha. Xullas, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Fenzo bo'ldi.